Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Nima deb o'ylaysiz? Dunyo oxirlab boryaptimi? Hammasi tugashiga oz qoldimi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Daryo, dengiz, okeanlar bilan g'alati narsalar sodir bo'lyapti. Suv sathi pasayib ketyapti. Butun dunyodan odamlar suv sathi pasayib ketgan qirg'oqlarni videosini tashiyapti. Hamma hayratda. Dunyo tugab boryaptimi? Baliqlar, akulalar bir joyga yig'ilyapti. Okeanning tubida yashaydigan baliqlar ham suv yuzasiga chiqyapti. Sizningcha hammasi tugayaptimi? Bugungi kunda bo'layotgan voqealardan juda ham hayratdaman. Dahshatli zilzilalar, suv toshqinlari, dahshatli tornado, shamollar, qo'rqinchli bulutlar. Xo'sh, bular nimadan darak? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Shuncha pulni ishlayapmiz. Soqqani soqqaga uryapmiz. Pulni bosyapmiz. Narsalarni qimmat 2 barobar, 3 barobar qo'yib ustiga sotyapmiz. Hattoki hayitda nonlar ham qimmat bo'lib ketdi. Erta kunda 6000 dan sotilayotgan nonni hayit kuni har na ishlab olay deb hissasini to'ldirish dardida, nafs dardida 10 000, 12 000 so'mdan sotayotganlar. Men xalqimni hammasini yaxshi ko'raman deganda sizlarni nazarda tutmadim. Sizlar istisno. Shunaqa davrda yashayapmiz shekilli. Hozir agar qiyomat qoyim bo'ladi desa, joy namozlarni ham qimmatga sotaydigan davrda yashayapmizmi? Yo davr o'zgardi, yo odamlar. Yo'q, menimcha odamlar o'zgardi. Chunki daraxtlar o'sha, yomg'irlar o'sha, o'tlar o'sha, o'zgargani yo'q. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz, hurmatli do'stlar? Meni kommentariyada shunaqa so'kib tashashibdi, bundan oldingi videoyimda. Onadan shunaqa so'kishibdi, hurmatli do'stlar. Kommentariyalarda axloq bilan yozing. Sal aqlni ishlatib yozing. Onadan so'kyapsiz, meni so'kmayapsiz. O'zingizni, onangizni so'kyapsiz. Kim kimni onasini so'ksa bilsinki, u o'zini onasini so'kyapti. Bitta narsani aytaman. Kimni so'kayotgan bo'lsangiz, nima deb so'kayotgan bo'lsangiz, hammasiga javob berasiz va kimni onadan so'kayotgan bo'lsangiz, oila a'zosidan so'kinayotgan bo'lsangiz, bilingki siz o'zingizni, onangizni so'kyapsiz. Masalan, meni o'zi onangni deb so'kyapsizmi? Bilingki, значит siz o'zingizni, onangizni so'kyapsiz, meni so'kmayapsiz. Myanmada 7.7 magnituda kuchli zilzila qurbonlari soni 1644 ta kishidan ortdi. Ushbu mamlakatga yaqin Tailand Bangkok shahrida ham zilzila sabab yangi qurilayotgan bino qulab tushishi oqibatida 100 ga yaqin inson halok bo'lgan bo'lishi mumkin deyiladi xabarda. Xullas do'stlar, dahshatli zilzilalar yana boshlandi. Hozir biz sizlar bilan zilzilalardan video lavhalarni birgalikda ko'ramiz.
Mate, what the Dahshatli zilzilalar shu bilan to'xtadimi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Yaponiyaga ham qop-qora bulutlar kirib keldi. Yop-yorug' kun qorong'u tunga aylandi. Dahshat. Bu dahshat. Sizga bu holat nimanidir eslatmayaptimi? Kim eslagan bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiring. Qora bulutlar kelishi nimanidir eslatmayaptimi? Qirg'oqlarda suv sathi pasaygandan keyin nimagadir qushlar to'p-to'p bo'lib qayergadir uchib ketyapti. Xo'sh, qushlar nima uchun uchib ketyapti? Ular xavfni sezdimikan?
Marhamat, ozgina video lavhalarni ko'ramiz. Ha do'stlar, dunyoda bo'layotgan bu hodisalar nimadandir darak. Kinolarda ko'rganman, suv sathi pasaygandan keyin katta tsunami keladi. Ya'ni mana bunga o'xshagan. Ha do'stlar, e'tibor berib qarasangiz, suv toshqinlari, tornado, kuchli shamollar, katta muzlar yog'ishi osmondan, okeanning eng tubida yashaydigan baliqlar yuzaga chiqishi, shuncha yildan beri yotgan vulqonlar otilishi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Dunyo tugab boryaptimi? Hurmatli do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlang. Bir dona laykingizni ayamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Abduhalim Bro bo'ldi.